Saharda va iftorliklar uchun go'shtli qatlamali non. 1 stakon suv, 1 stakon suv solamiz. Tuz, choy qoshiq razli hitr solamiz. 800 gram un solib, endi qorib olamiz xamirni. Piyozni mayda qilib to'g'rab olamiz. Ko'k piyozni mayda qilib to'g'rab olamiz. Xamirimizni to'rga bo'lib, yarim soatga tindirib qo'yamiz endi. 200 gram qiyma, tuz, zira solib qiymamizni aralashtirib olamiz. Margarinni eritib olamiz. Xamirlarimizni ketma-ket yoyib olamiz. Eritilgan margarinni surib olamiz. Qiymamizni 4dan 1ini surib olamiz. Ikkinchi xamirga ham ustiga margarin solib, qiyma solib o'rab olamiz. Muzlatgichga qo'yib qo'yamiz yarim soatga. Endi xamirimizni olib yoyib olamiz. Tuxumni sarig'ini qatlama nonimizni ustiga surib chiqamiz. Ustidan belki yurg'izib olamiz, chiroyli bo'lib chiqishi uchun. 180 gradusda pishirib olamiz. Buni qaranglar, chiroyli pishib chiqdi. Buni qavat bo'lib chiqdi. Bismillah. Voy, chiroyli mazali chiqdi bolajonlarim.